Ukajon, nimalar qilib tashyapsiz? 50 ming so'mdan mehmonxona bor deysizmi? Bo'lishi mumkin emas-a? Opamiz Toshkentga Navoiy bozor haqiqatan ham o'z ko'zlarim bilan ko'rdilar, oilaviy qoldilar. 50 ming so'mdan mehmonxona boshlanadi, arizlar obzor qilamiz opamiz bilan. Qani ketdik. Qani ketdik. Toshkentda xonalarimiz 50 ming so'mdan boshlanadi, arizlar, xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, hamma sharoit bor. Bitta like bosib oilaviy xonalarni ko'ramiz. Qani ketdik. Agar siz oshna og'aynilaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, sizlar uchun 5 kishilik xonalarimiz ham mavjud. Alisher, meni obunachilarim oilaviy kelishni yaxshi ko'radi. Bizga hamyonbop oilaviy xonalarimizni ko'rsating. Bizning xonalarimiz hammasi hamyonbop oilaviy xonalarni ko'rsatamiz sizga. Qani ketdik. Ko'ring. Bu oilaviy xonalar arizlar, xonada televizor, Wi-Fi, konditsioner, hamma sharoit bor. Eng asosiysi sanuzel ham ichida ekan. Bitta like bosib qo'ying shu videoga, men sizga adresni hozir tushuntiraman. Dunyo hotelida hamma sharoit bor. Sergeli, Dunyo hotel arizlar quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyalari ham bor. Bitta like bosib qo'yinglar.